Assalomu alaykum. Adliya vazirligi va Unicorn Soft kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan e-huquqshunos tizimi hozirda Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi davlat organlari va tashkilotlarida samarali foydalanilmoqda. Ushbu tizimni joriy etish natijasida byudjet tashkilotlarining quyi bo'g'inlaridagi qabul qilinayotgan hujjatlar sifati oshib, uning amaldagi qonunchilikka muvofiqligi ta'minlanmoqda. Bugun shu haqda E-huquqshunos elektron tizimi joriy etilguncha bo'lgan davrda davlat organlari va tashkilotlar tomonidan yuridik hujjatlarni qayta ishlash, ularga huquqiy xulosalar tayyorlash, talabnoma, da'vo arizalari yuritish kabi jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi yaxlit platforma mavjud bo'lmagan. Bu esa yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini huquqiy baholash va ularni ish samaradorligini tahlil qilish imkonini bermagan. Avvalo bizning ishimiz byurolarni chiqarishda, hujjatlarni ilova qilayotganda judayam ko'p qog'ozbozchilik, judayam ko'p vaqtimizni olardi. Undan tashqari har bir byuroga bir nimani asosi qilib xodimlarni chaqirib, ularni ham vaqtini olib, boshqalarning ham vaqtini olib, judayam ishimiz ko'p edi. Avvallari har bitta poliklinikada shtatda yuridik xodimlar mavjud emas edi, faqatgina markaziy ko'p tarmoqli poliklinika shtat birligiga qo'shilgan edi. Shu sababdan biz bir oylik yoki kvartalniy отчет buyruqlarimizni olib chiqardik. Ular bir hafta davomida buyruqlarimiz bilan tanishib, ko'rishib, xulosalarini berib imzolatardik. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi davlat organ va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PT-51/68 qaroriga asosan yuqoridagi muammolar o'z yechimini topdi. 2021-yil 1-oktyabrdan boshlab respublikamizning barcha tuman shaharlarida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etildi. Bu yuridik xizmat ko'rsatish markazlari O'zbekiston Respublikasining butun hududida har bir tumanda tashkil etilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi hududda tumanda mavjud bo'lgan barcha davlat tashkiloti va organlariga yuridik xizmat ko'rsatishdan iborat hisoblanadi. Yuqorida nomi keltirib o'tilgan 51/68 sonli qarorga asosan ushbu tizim va xizmat ko'rsatuvchi davlat organlari va tashkilotlari o'rtasidagi ko'prik vazifasini Unicorn Soft tashkiloti tomonidan tashkil etilgan e-huquqshunos tizimi orqali olib boriladi. Bu esa quyi bo'g'indagi davlat organ va tashkilotlariga sifatli, malakali yuridik yordam ko'rsatish va hujjatlarni bir xillashtirish imkonini berdi. Natijada yuridik xizmat ko'rsatadigan quyi bo'g'indagi davlat tashkilot va idoralarini malakali yuridik yordam ko'rsatish, ularning qonuniy manfaatlari va boshqa huquqlarini himoya qilish samarali amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi paytda biz mana shu yangi tizimga kirganimizda, e-huquqshunos tizimga kirgandan keyin biz judayam xursandmiz. Sabab jo'natgan hujjatlarimizni birpasda ko'rib chiqilyapti. Tizimni yaratib berdinglarki, tez ishlash va vaqtimiz tejamli bo'ldi. 51/68 sonli prezident qarorining 4-ilovasiga muvofiq yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida alohida nizom bor. Ushbu nizom asosida markazning vazifa funksiyalari, maqsadlari alohida belgilab o'tilgan. Markazlar tumanda mavjud bo'lgan barcha davlat tashkilotlariga ularni chiqazadigan buyruqlari, shartnomalariga yuridik xulosalarni beradi. Ushbu holatda birinchi navbatda yuridik texnik jihatdan hujjatning sifati oshadigan bo'lsa, yana bir jihati korpusaviy omillar soni ham kamayib boradi. Bir so'z bilan aytganda, e-huquqshunos elektron tizimi orqali respublikaning barcha tuman shaharlaridagi 208 ta davlat tashkilotlari malakali yuridik xizmatdan foydalanib kelmoqda. Hozirgi kunda yangi ekstraterritorial tamoyillar asosida hujjatlar aylanmasi yo'lga qo'yilgan. Bu o'z navbatida qulaylik va shuningdek butun respublika miqyosida hujjatlarni ko'rishdagi yagona tamoyillarni ishlab chiqishga xizmat qilib rol o'ynaydi. E-huquqshunos tizimiga
10 ta va 15 tadan ortiq buyruq loyihalarini shakllantirib tizimga kiritamiz bir kunda. E-huquqshunos yuridik xizmat bo'limidagi xodimlar bizga imkon qadar tez xulosa berishga harakat qilishadi va bu tizimdan biz juda ham mamnunmiz. Hozirgi kunda E-huquqshunos tizim yuridik markaz xodimlari samarali o'z mehnat faoliyatlarini biz bilan bo'lishib, tushunmagan holatlarimizni to'g'ri tushuntirib, buyruq loyihalari tablolarini juda ham qulay ravishda loyihalashtirishgan. Shu sababdan bizga juda ham qulayliklar bor. Rahmat aytamiz, sababi juda ham tez xulosa berishadi. Tushunmagan savollarimizga murojaat qilsak, tez va mamnuniyat bilan bizga chiroyli javob bilan tushuntirishlarini olib borishadi.